Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin. Amma ba'd. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Alloh subhanahu va taologa shukronalarimiz bo'lsin. Rasulimiz alayhi salatu vassalamga durud va salovatlarimiz bo'lsin. Azizlar, siz bilan biz musulmon, mu'min bo'lib yaraldik. Va Alloh azza va jallaning bir borligiga, payg'ambarimiz alayhi salatu vassalamning payg'ambar ekanligiga iymon keltirdik. Va bu iymonimizni tasdiqi o'laroq biz ashhadu an la ilaha illalloh va ashhadu anna Muhammadan abduhu va rasuluhu degan kalimani ko'p aytamiz. Mana shu kalima azizlar, bu bizning musulmon ekanligimizni isbot qilayotgan buyuk bir kalimadir. Guvohlikdir, shahodatdir. Lekin mana shu narsa ham azizlar dil ila, qalb ila chiqishligi kerak. Ashhadu an la ilaha illalloh. Guvohlik beramanki Allohdan boshqa iloh yo'qdir. Allohdan boshqa iloh yo'qligiga guvohlik beryapsiz. Allohning boru birligiga, Allohning haq ekanligiga iymon keltiryapmiz. Ashhadu anna Muhammadan abduhu va rasuluhu degan kalimani ko'p aytamiz. Mana shu kalimani aytayotganda mu'min bir qalbiga qarab qo'yish kerak ekan. Rasulimiz alayhisolatu vassalam Allohning bizga yuborgan buyuk elchisi, payg'ambari ekanligini tasdiqlayotganimizda, u zotning nomini tilga olganimizda bizda qanday o'zgarish bo'lyapti? Sahobalar kabi qalbimiz titrab, vujudimiz qaltirab, u zotni sog'inyapmizmi? Hazrati Bilol radhiyallohu anhu, birinchi muazzin, birinchi bo'lib Ka'ba ustiga chiqib azon aytishlikka musharraf bo'lgan, asli qora tanlik bo'lgan, habashistonlik bo'lgan Bilol Habash radhiyallohu anhu tarixda birinchi muazzin nomi bilan saqlanib qolgan. Va shuning bilan birga Hazrati Bilol radhiyallohu anhu Alloh azza va jallaning buyuk rasuli bo'lgan payg'ambarimiz alayhisolatu vassalamga muhabbat qilishlikda ham bizga namuna bo'ldilar. Rasulimiz alayhisolatu vassalam olamdan o'tgandan keyin Hazrati Bilol radhiyallohu anhu bir necha kun azon aytib yurdilar. Ammo keyin azon ayta olmay qoldi. Sababi u ashhadu an la ilaha illalloh va ashhadu anna Muhammadan abduhu va rasuluhu kalimasiga kelganda, Muhammad deganda sallallohu alayhi va sallam ko'ziga yosh kelib, ovozlari bo'g'ziga tiqilib qolar edi. Payg'ambarimiz alayhisolatu vassalamning muborak suratlari, siratlari ko'rinar, u zot bilan suhbatlashgan suhbatlari hayoliga kelar. Hazrati Bilol radhiyallohu anhu azon ayta olmay qoldi. Bunga toqat qila olmay qoldi.